Ba'zi erkaklarimizni qarorini onasi qabul qiladi. Men juda ko'p murojaatlar bo'ladi. Nima deydi? Meni xotinim ketib qoldi, mana onam bilan gaplashing. Keyin o'tirib o'ylayman, xotin sanikimi? Nechta farzand bor? 3 ta farzand bor. Nimaga ketdi? Bilmayman. Mana onam bilan gaplashing, onam hal qiladi. Sanchi? Sen erkak, sen ermisan, o'sha ayolni juftisanmi? Sen nimaga hech narsani hal qilmaysan? Ona, o'tiring, to'xtang. Men bitta 3 ta bolam bor meni. 4 ta bolam bor. Bu bolalarni men otasiman. Men buni tashlab qo'ya olmayman. Mayli uni onasi siz bilan chiqishmagandir. Lekin meni bolalarimda nima ayb deb, nima uchun erkak kishi ayta olmaydi? Qo'rqadi. Onalarning shunaqa manipulyatsiyasi bor-da, ayrim onalarni, ya'ni o'sha kibri baland onalarning shunaqa manipulyatsiyasi bor. Bergan oq sutimga rozi emasman deydi. Lekin bu tomonda turgan ham uni farzandlarini, ya'ni erkakning farzandlarining onasi, 4 ta bola bor. Bularchi, bular ona emasmi? Bular bola emasmi? Nimaga mana shu xudbinlarcha fikrlaymiz? Juda ko'p holatlarda agar xotiningni desang, men sendan voz kechaman yoki yo xotiningni tanla, yo meni deydi. Bu solishtirish shu o'zi psixologik jihatdan nosog'lom onalarning fikri hisoblanadi. Ya'ni ona o'zini hech qachon o'g'lining jufti bilan, kelini bilan solishtirishi mumkin emas. Ona muqaddas. Shu jumladan o'g'lining ayoli, farzandlarining onasi ham muqaddas. U ham ayol, bu ham ayol. Bu yerda psixologik nosog'lomlik bor deyman. Ya'ni o'sha shu gapni gapirgan ayollar, qaynonalar sog'lom emas, sog'lom fikrlamaydi.